Ko'plab shogirdlarimizning talab va istaklaridan kelib chiqqan holda biz sud jarayonlaridan bevosita video lavhalar olishga qaror qildik. Mana bugungi sud jarayonimiz Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudda bo'lib o'tadi. Bunda arizachi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan Toshkent shahridagi xususiy universitetlardan biriga nisbatan litsenziyani bekor qilish to'g'risidagi ariza kiritilgan. Mazkur ish bo'yicha biz javobgar xususiy universitet manfaatida sud jarayonida ishtirok etamiz. Navbatdagi videolarimizda mana shu sud jarayonidan lavhalarni berib boramiz. Hurmatli sud protsessi ishtirokchilari, mana hozir biz arizachi tomonidan bildirilgan vajlarni eshitdik. Arizachi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan javobgar xususiy universitetga nisbatan 4 ta vaj bildirilgan. Shularni har biriga izoh bermoqchi edim. Demak, birinchi vaj sifatida ya'ni xususiy universitetda aniqlangan kamchilik sifatida bu o'quv adabiyotlarini yetishmasligi ko'rsatib o'tilgan. Darhaqiqat vazirlik tomonidan o'tkazilgan tekshiruv jarayonida talabalar soniga o'quv adabiyotlarining soni mutanosibligi yetarlicha bo'lmagan, ya'ni o'quv adabiyotlari o'sha fanlar kesimidagi adabiyotlarda talabalar soniga nisbatan adabiyotlarning kam ekanligi holati aniqlangan. Tekshirish jarayonlari yakunlangandan so'ng universitet rahbariyati tomonidan ushbu kamchilikni bartaraf etish maqsadida bir nechta nashriyotlar bilan shartnomalar tuzilib, shu shartnomalar asosida 200 million so'mdan ortiq mablag'ga o'quv adabiyotlari, badiiy adabiyotlar sotib olingan. Mana hozir biz sud jarayonida ushbu shartnomalarni taqdim etdik. Ya'ni hozirgi kunda barcha adabiyotlar soni jihatdan o'sha kutubxonadagi ham badiiy adabiyotlar soni xususiy universitetimizda ta'lim olayotgan talabalar soniga mos holatga keltirildi. Bu birinchi kamchilik bo'yicha vajlarimiz. Ikkinchi kamchilik sifatida universitetda kadrlar, ya'ni o'qituvchilarning qo'nimsizligi ko'rsatilgan. Darhaqiqat Vazirlar Mahkamasining 80-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomda universitetdagi asosiy shtatdagi o'qituvchilarning ulushi 70% dan kam bo'lmasligi lozimligi qayd etilgan. Biroq universitetda tekshirish jarayonida o'sha universitetdagi o'qituvchilarning ichki o'rindoshlik, tashqi o'rindoshlik asosida ishlayotgan o'qituvchilarning soni nisbatan ko'p ekanligi, asosiy shtatdagi o'qituvchilar sonining foizi 62% ni tashkil etganligi aniqlangan. Demak, bu belgilangan 70% lik ko'rsatkichdan 8% past bo'lgan. Bu holat ham hozirgi kunda bartaraf qilingan, ya'ni bugungi kunda universitetda tekshirish jarayonlari o'tkazilgandan keyin 15 nafar o'qituvchi asosiy shtatga qabul qilingan va asosiy shtatdagi o'qituvchilarning ulushi 74.5% ga yetkazilgan. Tekshirish jarayonida aniqlangan navbatdagi kamchilik bu professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyati darajasi past ekanligi ko'rsatilgan. Xususan iqtisodiyot kafedramizga hamda tarix kafedramizda ilmiy darajali professor o'qituvchilarning soni kam ekanligi, belgilangan me'yordan kam ekanligi aniqlangan. Mazkur holat ham bugungi kunda bartaraf etilgan. Tekshirish jarayonlaridan so'ng biza demak universitetimizga aynan shu kafedralarimizga 2 nafar fan doktori, 3 nafar falsafa fanlar doktorlarini biza jalb qilganmiz va bugungi kunda ilmiy salohiyat ham belgilangan darajadan yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va oxirgi 4-chi kamchilik bu universitetimizda kutubxona maydonining kichkina ekanligi, ya'ni o'sha belgilangan me'yordan kam ekanligi. Qolaversa elektron kutubxonaning hamdagi o'sha elektron kutubxonamizdagi kompyuterlar soni belgilangan talab va me'yorlardan kam ekanligi, ya'ni kompyuterlarimiz 14 donaga kam ekanligi, kutubxona maydoni esa 80 kvadrat metrdan ortiq miqdorga kam ekanligi aniqlangan. Bugungi kunda bu kamchiliklar ham to'liq bartaraf qilindi. Xususan elektron kutubxonamizga 20 ta kompyuter xarid qilganmiz. Qolaversa kutubxonamizni maydonini kengaytirib, yana qo'shimcha auditoriyalar, qo'shimcha xonalar ajratib biz kutubxonamizni belgilangan o'sha
vazirlik tomonidan qo'yilgan talab darajasiga yetkazdik. Shunday ekan, hurmatli sud, bugungi kunga kelib vazirlik tomonidan belgilangan, ya'ni o'sha tekshiruv jarayonida aniqlangan kamchiliklar to'liq bartaraf qilinganligini inobatga olishingizni so'rayman. Zero ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonunning 7-moddasida bu mutanosiblik prinsipi deyiladi. Ya'ni ushbu qonunning 7-moddasida davlat organi tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga qo'llanilishi belgilangan choralar o'sha jazo qilmishga nisbatan jazoni mos bo'lishi kerakligi ko'rsatib o'tilgan, ya'ni qilmish va jazo mutanosib bo'lishi kerakligi ko'rsatilgan. Bugungi kunga kelib universitetda yuqorida qayd etilgan kamchiliklar to'liq bartaraf etilganligi sababli litsenziyani bekor qilish talabi asossiz hisoblanadi. Mazkur holat qo'pol qoidabuzarlik sanalsa-da, birinchi marta sodir etilayotganligini inobatga olib, sud tomonidan, demak, o'sha Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining javobgar xususiy universitetga nisbatan litsenziyani amal qilishini bekor qilish to'g'risidagi da'vo talabini rad qilish to'g'risida hal qiluv qarori qabul qilishingizni so'rayman. Mana hozir Toshkent tumanlaro iqtisodiy sudda arizachi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining xususiy universitetga nisbatan litsenziyani amal qilishni bekor qilish to'g'risidagi ariza talablari bo'yicha o'tkazilgan sud jarayonlari o'z yakuniga yetdi. Sud jarayoni yakuni bo'yicha sud tomonidan arizachining arizasini rad qilish to'g'risida hal qiluv qarori qabul qilindi hamda xususiy universitetning litsenziyasi o'z kuchida qoldirildi. Sud tomonidan ish bo'yicha qabul qilingan qaror biz nazarimizda eng adolatli va to'g'ri qaror deb hisoblaymiz. Ish natijasidan juda ham xursandmiz.